Assalamu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodirnoma nomli romanining davomini anglaysizlar. Bag'riga ajoyib tilsimlarni yushirib yotgan yolqintog' hijron azobida yurak cho'k-cho'k bo'lib ketgan oshiqdek har tuniqida bu saxovatlik cho'nqurliqqa otash purkib, asrlardan beri bag'rida hayotlikni ulab kelayotgan mehnatkash jasoratlik farzandlarining vujudini tavlab kelmoqda. Shunlashqami turpanliqlarning irodasi mustahkam, yuragi muhabbatlik, xuddi sadoqatman vafodor oshiqdek. Garchi kuz oylari bo'lib qolgan bo'lsa-mu, turpanning issig'iga chidash mumkin emas edi. Kuyuk oftob tinchiq havoga bardoshlik beramagan cho'ng xonzoda Mansurxon issiq o'tib qolganlik uchun bir haftadan beri yer ostiga yasatgan yozliq kemir o'rdisida salqinlab yotadi. Turpan haqiqatan bir tilsim yurt. Uning usti o't otash bo'lgani bilan osti salqin. Shunlashqami bu zaminning bag'ridan bulduqlab eqib chiqqan sumratdek suzuk qor suvlari muzdek sovuq, sharbatdek tamlik ise yürekni yaşartıdı. Assalamu alaykum ağa. Altın boyları ispat yapıp kaldım eken. Mansurxon ahval so'rab kirgan Saidxon, Bobochaxon, Shoh Muhammadxon, Abduxalilxon, Emin Xo'jaxon va Chintimir Sulton qatorliq inalarni ko'rib, chiroyiga yaqinlik kulki yugurdi. Va alaykum assalom. Allohga shukr. Xeyli yaxshilanib qoldim. Qani o'ltiringlar. Voy, bu ishga yigitmi ketdi-ku? Mansurxon amdil 5-6 yoshlarga kirib qolgan eng kichik ishki inisi Yusun Tomir bilan to'xti bug'ini yeniga chaqirdi. Kelinglar, meni bir habba aytib qo'ymamsizlar? Mansurxon yeniga yugurib kelgan ishki inisini bag'riga besib, mangziga so'yib qo'ygandan keyin boshqa inilarga qaradi. Hammalar tangli yo'qlab kelib ajab xush qilyaptinglar-ku meni. Zerikib qolgan bo'lsalar dargohlarini birdan malmon qilib ko'ngillarni ichib qo'yayli dedik. Javob berdi Saidxon kulib turib. To'la obdan. Balkim o'zlarimiz zerikib qolganlar tayinliq. Ko'nglimiznikini tepib oldilar og'a, dedi Bobochiq Sulton. Necha vaqtdan beri xon otamning g'azab qilishdan qo'rqib, madrasaning sirtiga chiqqanmagan edik. Xon otamning yo'qligidan foydalanib Rasa bir ordikam o'ynab olaylik deyishibsizlar-da, dedi Mansurxon yaqinlik kulimsirab. Kasallar shifo topgan bo'lsa, og'inlar birlikda barobar shikor qilaylik deyishgan edi, dedi Saidxon muddasini bildirib. Haqiqatan silimiz erkib qoldilar. Og'inlarni birga barobar qilmaganimizga xeyli vaqtlar bo'lib qopti. Paylonlardan yansanglar bo'larmikin? Navodaxon otam bilib qolgan bo'lsa, tanavimni 40 kez tatidi. Ümitsizlangan Abduxalilxon tumshuq pushladi. Xonotam yiroqda tursa, qandoq bilib qoladi? Shundoq, bizmi ancha yiroqqa bormaymiz. Ma'qul deysizlar, og'a, dedi Shoh Mahmudxon erkilib. 2 yildan beri puxta tayyorlik ko'rgan Sulton Ahmadxon Malayziyani Mirzo Abubakirning Changildan qaytarib olish uchun Qashqarga lashkar tortib ketganiga 2 oy bo'lib qolgan edi. Bu tarafdagi o'rda ishlarini uning vakolatan cho'ng xonzodasi Mansurxon boshqaryapti. Xeylidan beri inalari bilan bundoq echilib elib paranglashib boqmaganligini esiga olgan Mansurxon biroz yumshab qoldi. Haftadan beri sirtga chiqmay yotganlik uchunmi ish pishib qolgan edi. Ertagacha bir gap bo'lsin, dedi u hozirli ma'qullik bildirsa, kichik inalarining agishib olishdan ansirab. Oksining muddasini tushungan Saidxon darhol gapni boshqa yoqqa burdi. Undaq bo'lsa bugun bizga bir tomosha qilib taslar, og'a. Qaysi tomoshaga ko'ngillar tatidi, danglarmisa. O'rda sozandlari mashrabga o'rda sirtidagi odash og'inlarimizning taklif qilaylik. Mashrabimizga cho'nglarning hech qaysi daxl qilmasin. Bo'ludamsa, xabarni sizlar qilinglar. Tayyorlikni men o'rinlashtiray. Mashrab so'rinini o'rda beg'da tuzsak qandoq deysizlar? Bo'ludi, dedi inalari xushal bo'lib va har qaysilari o'zining odash og'inlarini taklif qilish uchun chaparman mangdirishga aldirashdi.
Bugün Mansurxon çoğ inelerini ergeştirip, bək dağ-dağıl qıb başqalarının diqqətini tatmaslık üçün 100 nəfər nökərinin həmrahlıqıda şikarğa çıxdı. Şikar peşin vaxtıqıca anç qızımıdı. Səbəbi, ulağa oğluğudək tüzük olcu uçurmağan idi. Ular peşin namızını ottur yaşlıq Quşbeginin imamətçilikide oqu ilişqandan keyin güçlük xıza yeyişdi. Xıza ularning ishtihasini ancha qo'zg'ayolmadi. Chunki chanashdagi suvmi, mulozimlar ilib olgan qo'g'un, tavuz, uzumlarmi cho'l oftobida isib betdan bo'lib qolgan edi. Quyoshning qiyshayishiga ergishib, cho'l havosi asta-asta salqinlashga boshladi. Keyin bir ba'z g'urg'ur shamol chiqdi. Garchi shamol issiq bo'lsa-mu, tush vaqtidagi tinch havoga qaraganda xeyli huzur bag'ishlaydi. Çedirinin içindeki tinçlikda tüzük aramalamagan Saidxon sirtqa chiqib, havoning xeyli salqinlab qolganligini his qilib, aka inlarini shikarga chiqishga aldiratdi. Havo xeyli salqinlabdi. Tinchlik chedirda yotqicha yana birdan o'lja izdimaylimi? Yo, tüzük o'lja uchirmasa, nima qilamiz issiqda avar bo'lib? Dedi Iman Xo'jaxon o'rnidan turg'isi kelmay. O'lja degan o'zligidan oldimiz kelmaydi, inim. Dedi Saidxon kulimsirab. O'rinlardan tursizlar, o'rinlik qilmay. Texi bir kun bo'lmay bundaq izlangulik qilsizlar qandoq bo'ladi? Inchikilab izlaydigan bo'lsak, o'ljini topmay qo'ymaymiz. Shunda qilayli, dedi Mansurxon inisining so'zini quvvatlab. Shuncha sham tartib shikarga chiqqanimizga tushliq, u o'ylayamsak boshqalarning oldida yuzimizga sat. Shuncha havoliq bog'i behislarni tashlab, bu cho'lda chedir tikib yotgandan ko'ra u izdayli. Nökərlər birdəmdala çedirlan çubuq yığışdırdı. Onunqıca Quşbegi əvətgən təcrübəlik ciddi izcimi qaytıb gəldi. Quşbegi güclük xızadan keyin ularni o izləşki əvətgən idi. Qandaq boldu? Taqazalıq bilan so'radi Quşbegi. Küngey tarafının 10 neçə çaqırım nerisdiki bəldə nurg'ulg'an jarayonlarning izini bayqadik. Moyoqlarning yana qurib ketmaganiga qaraganda, o'sha atrofda o'tlayotgan bo'lishi mumkin. Dedi yaşlı çoğurak izci. O xabarini anlab Xonzodalar qaytadan canlandı. Yol başla, dedi Mansurxon izchilarga qarab. Yüzlagan otlarning tuyuqidan qo'yiq chang ko'tarildi. Ular izchilarga ergishib, jaran izi bayqalgan yerga kelganda, g'urg'ur shamol xeyli kuchayib qolgan edi. Ahvoldan qaraganda bugun ta'limimiz bor o'xshaydi. Dedi Mansurxon shamolning kuchayginidan xush bo'lib. Jaranlar bundaq shamolda odam idini sezolmaydi. Hammaylar tangli hujum qilmay, 5 to'pqa bo'linib qo'rsaydi. Xonzodlarning har biri 20 dan nökərini ergashtirib, balning tuvan tarafidagi ibtidoiy o'rmonlikqa qarab ot soldi. Izchilar xatolashmagan edi. Bir to'p jaran qo'yiq chatqonlar orasida bahramon o'tlayotdi. Ovchilar ularga qarab bir qadamdan yaqinlashdi. Tuyuqsiz necha o'ngan yo o'qlari jaranlar to'piga qarab vijildab uchishga boshladi. Dahshatli bir xavfni kechikib sezgan jaranlar jon qayg'usida taraf-tarafga titrashga boshladi. Bo'yniga, so'ngichiga, qo'sqiga o'q tekkan jaranlar hech nimaga qaramay jinining boricha qachatdi. Saidxon qechib ketayotgan bir erkak jaranni qo'g'lig'ash yodin o'q uzvidi, o'q dal jaranning so'ngichiga sanjildi. O'q tegish amon jaran salpal mödirdi-yu, yana jinining boricha yugurdi. Seni tirik tutmay qo'ymayman. Saidxon etining so'ngichiga qattiq qamchi soldi. Ot quyundak chepishga boshladi. U o'qyani bo'yniga esib olib, egarning qushbeshidagi mashutdan ishlagan solmini qo'liga oldi. Shu topda u ko'z yetgan hamon solmini jaranga tashlashga tayyorlangan edi. Shu asnoda boyadan beri kuchayishga boshlagan shamol birdan qor bo'ronga o'zgardi. Atrofni sarg'ush tuman bosdi. Ayol o'tmay tuman shunchalik qo'yiqlashdiki, havoga ko'tarilgan to'pi qumdonchilari ko'zni ochqizmaydi. Saidxon qechib ketayotgan jaranni ko'zdan yo'qotib qo'ymaslik uchun etini jon jahli bilan chaptiratdi. Sol qo'lida otning chulvari, o'ng qo'lida salma bor edi. Qora bo'ron tun tang bo'lganda butunlay to'xtadi. Osmonda g'uva oy, xira-shira yulduzlar ko'rindi. Bir do'ngning yo'tisida bo'ronning to'xtashini betoqatlik bilan kutib, doldinib turgan Mansurxon nökərlərə farmon tushirdi.
Çaqqan bolonglar, atrofning xonzodalarining derkini elinglar. U shundoq dedi-da, o'zimi ikki navkar bilan atrofni izlashga kirishdi. Qor bo'ron qandoq tez chiqqan bo'lsa, bo'rondan keyin havomi shuncha tez suzildi. Ko'k qahridagi to'lin oy borgan siri nurlanib zaminni g'uva yoritdi. Uningga ergishib o'zini oshkorlashga boshlagan yulduzlarmi jimirlashga boshladi. Mansurxon bir osh pishim vaqt ichida Imon Xo'jaxon, Shoh Muhammadxon, Abduxalilxon qatorliq inalar bilan uchrashdi. Ular bo'ronda navkarlar bilan ayrilib ketmay, biror dumbalchak yoki biror yorliqning daldisiga kirib olib, bo'rondan panohlangan edi. Orada Saidxon bilan Bobochaxonning yo'qligi ularning ko'nglini g'ash qilib qo'ygan edi. Shu chaqcha texi qushbegidanmi xabari yo'q edi. Na ketgandi. Ikkisi bilmadi. Heligacha bizni izlash kerak edi. Odishib yiroqlab ketmaganda, bu cho'lda yirtqichlar to'lib tursa, andish qilmanglar. Peshida navkarlar bor, balkim qushbeg bilan bilmadi. Ular bir-biriga tasalli berganda qilgan bilan andishsi borgan sir kuchayib ketgan edi. Qudratli Alloh egam o'z panohida saqla, dedi Mansurxon imkon bor andishni yo'shirishga tirishib. Yuringlar, saqlab turavermay izlab boqaylik. Mansurxon itini devitib tursa, yiroqdan bir to'p otliqlarning qarisi ko'rindi. Shu hamon yuragidagi umid shami ojiz pilildida etiga qamchi soldi. Otliqlarning orasida Xonzoda Boboqjon bilan Qushbegi bor edi. Mansurxonning vujudini qaytadan g'am andishi chirmib oldi. U navkarlarni iditladi, 77 chiqdi. Saidxondan boshqa yana 23 navkarmi yo'q edi. Bo'linib izlaydi. Saidxon bilan kim ogal uchrashsa o't yiqib belgi bersin. Ildan bo'linglar. Mansurxon ot ustida atrofga to'xtamay nazar tashlaydi. Qo'shimlar turilib ketgan bo'lib, uyqusizlikdan aytavur ko'zlari qizirib ketgan edi. Tiriqqida qilgan ojiz shapini nazardan saqit qilmaydi. Shu topda uning butkul sezgilari ajoyib o'tkirlashib ketgan edi. Oliylari, bunda qorisiq izlab yurmayli, dedi Qushbegi. Amisi qandoq izlaymiz? So'radi Mansurxon ta'addi bilan. Avdiyoni ustiga o'tin dövlab Gulxon yoqayli. Balkim Xonzodami bizni izlayotgan bo'lishi mumkin. Gulxonni ko'z cho'qim yetib keladi. Mansurxon bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin navkarlarga farmon berdi. Avdiyoni ustiga o'tin dövlab Gulxon yoqinglar. Hashpashtigicha dongning ustida g'oyat zo'r bir gulxon paydo bo'ldi. Navkarlar gulxonga to'xtamay o'tin tashlaydi. Qaqshal bo'lib ketgan so'ksuk, yulg'un, chakanda to'g'raq shoxlari charaslab kuyatdi. 10 necha metr egizlikda kuyayotgan o't yalqini tun bag'rini tilg'ab, atrofga sho'la chachatdi. Mansurxon bu o't yalqinining tun qo'ynida bir necha chaqirim yiroqlikdan ko'ringanligini, inisi Saidxon bu o't yalqinini ko'rsa, hayosmayli yetib kelganligini ko'nglida jazmlashtirsin, yana xotirjam bo'lolmayotdi. Ot ustida turib pat-pat atrofga nazar tashlaydi. To'lin oy g'arbiy ufqqa asta-asta siljiydi. Navkarlar gulxonga to'xtamay o'tin tashlaydi. Qanchalik vaqt o'tgan bir chaqda subhi ko'tarilib, sharqiy ufq suzilishga, tun pardasi asta-asta g'oyib bo'lib, zamin oqirishga boshladi. Ancha o'tmayla sharqiy ufq sus qizirib, keyin qiniq qon rangiga kirdida, cho'llikning bir chetidan quyosh ko'tarilib chiqishga boshladi. Yo'qab ketganlar izlashga ketgan navkarlar bir-birlab qaytib keldi. Ular yo'qab ketgan 23 nafar navkarni to'liq izlab topgan edi. 10 necha navkar otdan yiqilib tushib, put-qo'llarini sindirib olgan edi. Faqat Saidxonla tepilmagan edi. Navkarlar Mansurxonning taqazzoliq, tashvish chiqib turgan ko'zlariga qarashga xijil bo'lib, boshlarini to'van silishdi. Tun nisbidan keyin navkarlar rastlab bergan yumshoq to'shakda yetib uxlab qolgan Xonzodalar otlarning pushqirishidan uyg'onib ketishdi va aksi Saidxonning texchilar derki bo'lmaganligini bilib, bir-biriga yer tegidan qarashdi. Shu topda ularning vujudini umidsizlik, hasrat chulg'ib olgan edi. Og'am Saidxon nagimi ketgan bu? Xonzoda Abduxalilxon shundoq dedi-da, pong'ida yig'lab etdi.
Onunğa əgişib Əmin Xo'jaxonmu xitildashqa boshladi. Aziz inalarim, sabr qilishsizlar, dedi Mansurxon ko'z chanoqlariga liq to'lgan yeshini chandurmaslikqa tirishib. Saidxonga ishni bo'lmaydi, uni cho'qim topamiz. İnalarga tasalli berib ashundoq deb qo'ygan bilan Saidxonga bir ish bo'lmasligiga o'zini ishonch qila olmaydi. Vujudini chidg'usiz bir xavfsirash tuyg'usi iskanjaga ilib olgan edi. Yuragi pichoq tiqqandek siyqirab og'riydi. Turlik vahimalik ehtimollarni kollasidan neri qilishga tirishardi. Agar ovozi yetsa, butkul jahonga "Inim Saidxon qoydisan" deb to'g'lig'isi keladi. Tunigundan tortib ot ustida midirlamay o'ltirganlik uchun yo'tib aqalchoqlari uyushib, kosa, teqin, bellari telib og'riydi. Ammo bu azobni qilchilik his qilmaydi. Asyodi Saidxonda qolgan edi. Ko'zlari yiroq-yiroqlarga talmiratdi. Bir kecha uyqusiz qolganlik uchun ko'z jiyaklari qizirib ketgan edi. "Qaranglar, ana kelyotdi." Qaysi bir nökərinin to'g'ilgan bu ovozidan Mansurxonning yuragi cheksiz bir hayajonda ko'pildi. Ko'z yoshlari yor olgan to'g'andek taramlab to'kildi. Mugdab turgan etiga qamchi soldi. Qamchi zarbasidan cho'chigan ot yodin chiqqan o'qdek uchdi. Boshqalarmi dambas qadam ot soldi. Yiroqdan kelayotgan otliq haqiqatan Saidxon edi. U aksini ko'rib etiga qamchi soldi. Mansurxon inisiga yaqinlashganda etining tizginini zarb bilan tatdi. Bor kuchi bilan chepib kelayotgan ot oldi ishkipdan egiz ko'tarib o'r bo'ldi-da, go'yo xushalligini ifodalayotgandek qattiq kishnibdi. Aka inilar otlardan tangli sakrab tushib quchoqlashib ko'rishdi. Inisini bag'riga mahkam bosgan Mansurxon ho'krab yig'labdi va uning mangziga yenish-yenishlab so'ydi. Uninggacha yetib kelgan boshqa qarindoshlarmi ikki akasini mahkam quchoqlab olishdi. Jarayonni qo'g'lash bilan bo'lib ketib to'pdan ayrilib qoptiman. Keyin tarafni farq etmay inilari uningdan jarayonni qo'g'lab nega yetganligini, kechini yolg'iz qandoq o'tkazganligini, yirtqich hayvonlar uchirgan uchirmaganligini so'raydi. Ha, Saidxonning etiga bir jarayon g'anjiqlangan bo'lib, texchili tarik edi. So'ngichiga sanchilgan yo o'qi shu petichili turibdi. Uning hech nimani ilg'i qilib bo'lmaydigan qora bo'ronda jarayonni qandoq qilib tirik tutib olganligi, yirtqich hayvonlar qoplagan bu jangalda bir kechani qandoq qilib yolg'iz o'tkazganligi bir sir edi. Saidxon inalarining savoliga ancha tafsiliy javob bermagan edi. Jarayonga ko'z tushgan Mansurxon inisining botirligiga yana bir qitim qoyil bo'ldi. Ishqilib nima bo'lmasin, bo'ronliq kechidagi bu ota bir ana boshqa og'a inilarning qarindoshlik mehrini texim qattiq chingitgan edi. Cho'nliqi shohnisidan sal kichikroq bo'lsa-mu, bezilishi, ashamatlikligi uningdan qilishmaydigan bu saroyni yog'och ko'miri silingan 4 dona cho'yin otashdan bahordek isitib etgan edi. Qatma-qat silingan ko'rpa ustida ko'nglakchan holatda o'ngdisiga yotgan Mirzo Abobakrning devidek basti shuncha yo'g'on katsupiga liqli kelgan edi. 17-18 yoshlar atrofidagi 4 mahram yigit uning bosh va oyoq tarafida o'ltirib, ustixonini, put-qo'llarini ehtiyot bilan yumshoq tutib atdi. Ko'zini yumib yotgan Mirzo Abobakrning uxlig'ini yoki uyg'oqligini bilgili bo'lmaydi. Vujudini vahima bosgan bechora mahram yigitlar qattiqroq tinishga jur'at qilolmaydi. Issiqdanmi yoki tashvishdanmi aytavr tarlab ketishgan edi. Mirzo Abobakri uyg'oq edi. Bir vaqirabla tutkil Malay Sher vodisini titirtib yetalaydigan bu zolim hukmdorning ko'ngil mamlakatiga shu topda g'am lashkarlari qo'rqinchli vahima solgan edi. U kuz kirgandan beri Yorkent shahrini uzukning ko'zdek muhosiraga elib, har kuni degidek lashkarlarga nag'ir chaldirib, suran soldirib, til haqorat yog'dirib jangga undayotgan Sulton Ahmadxonga taqobil turg'idek abchil chora topolmay ish siqilib ketdimi yoki Sulton Ahmadxonning ayol kishining ko'nglik tambuliga qo'shib avatgan bir parcha haqoratlik maktubi kollasiga kirib oldimi va yoki mahramlarning put-qo'lini tutishi xushyoqmidimi aytavr o'rnidan dast turdi-da ko'zlarini piyoladek chekchaytib g'azab bilan vaqirdi. "Yo'qlash!" Bu mudhish ovozdan xuddi saroy ko'mtirilib ketgandek
Boshlarga jollatning qilichi tanglangandek cho'chib ketgan to'rt mahram yurki tepidan chiqib ketgidek bo'lib titirdi-da, qochishpidan o'milib degidek tushib, o'zlarini saroyning teshiga otdi. Saroyning ichini yana mudhish jimjitlik qapladi. Yolg'iz qolgan Mirza Abu Bakri saroyning to'rt temiga maqsadsiz qarab qo'yib, kelangsiz gavdasini paryastuqqa yo'ladi. Shu topda u o'zini mushu to'rt damning ichiga qapsilib qolgandek sezdi-da, ko'nglidan birdamlik tarqalgan vahima vujudini qaytadan chirmib oldi. Bu vahimalik tuyg'ulardan qutulib ketmoqchi bo'lgandek ko'zini yana yumib oldi. Toji taxtim, davlat parog'itim mushundaqli qo'limdan ketib qolarmi? Shuncha shavkatlik Sulton Yunusxonmi son-sanoqsiz sarkar lashkarlar bilan kelibmi bir tal mo'yimni tavirtanmagan edi. Yana texi sarkar lashkarlarining tangdan to'lisining o'likini tashlab qechishga majbur bo'lgan edi. Amdilikda uning o'g'lining muqobilasiga chiqmoq ajab tasga tushdi-ya. Oziq-tulikdan qisilib bo'lsa-mu lashkar chekindirar deb o'ylagan ekanman. Har qancha qilsam shuncha ko'p lashkarlarga Oqsu, Kuchar tarafdan oziq-tulik to'shib ulgurtib bo'lanmas. Asli ayni yili Sulton Yunusxon uni Turponga tashlab qo'yib, Toshkentga ketgan vaqtda Badaxshan, Andijon tarafga ko'z tikmay, udul Turponga lashkar tassam bo'ldi ekan. Uni kichik saltanat lashkari ishlog'i ham qachon lashkar totib olsam u yana dostixondagi mazani yegandek osonli yevitman deb sal chog'ilgan ekanman. Badaxshan, Andijonni qo'limga elish tugul, kichikkina Vaxon bilan konjutni tutib turolmadim. Vaxon hozirgi Tojikiston tavasida, konjut Pokiston tavasida deb izohatdi. Uning Yunusxonning bu bachchisining qanot quyrug'i yetilib, to'sqan o'lashqim yarmaydigan bo'ri kuchkidan shir yo'lbosga aylandi. Turponga lashkar tortib berish u yoqda tursin, Oqsunimni qo'ldan berib qo'ydim. Mana endi uning shuhrati jahonga tarab, Olachxon degan nomini olsa atrofdagi xon sultonlar titraydigan bo'ldi. Mana shu yerni uning rostila to'tirib qo'yamanmi? Mana bir necha oydan beri taxtni bekorlarda payva qilyotdi. Jangi undayotdi. Lashkarlarga tillatqizayotdi. Buni ozdab endi xotin kishining ko'nglikdan bilini avatibdi dedi. Vaqtlar nima degan chidog'siz haqorat bu? Mirza Abu Bakri hasratli qishildadi. Shu topda uning chilim xumari tutgan edi. Qaysing ba? Eshik tubida buyruq kutib turgan mahram olaqsodlik bilan yugurib kirdi. Labbay qibligahim. Chilim, dedi u zardi bilan. Ayol o'tmay chilimchi naqshlik dastasiga yoqut, uncha marvoyatlardan ko'z qo'yilgan chilimni ko'tarib, butining uchida dastlab kirdi. On hazratimning ko'kka mayli totamdikin yoki qorig'imi? Aralashtir. Ko'k degan ko'knor, ya'ni apyun. Qora degani nasha deb izohatdi. Chilimchi apchil barmoqlar bilan chilimning oltin yalatilgan sayxonasiga apyun bilan nasini aralashtirib selib Mirza Abu Bakriga tangladi. Ondan loqsigir bilan otashdandan bir tal cho'g'ni qisib elib, chilimning sayxonasiga avaylab soldi. Mirza Abu Bakri chilimni xuddi dam tatgandek bir necha qitim sho'rgandan keyin huzurliq bir kayfiyatda tutunni asta-asta sirtqa po'yladi. Uning og'zi burnidan turilib chiqqan ko'kich is havoda halqa bo'lib layladi. Xumar tutib ketgan chilimchi havoda laylab turgan isni oshko'zlik bilan sho'rashqa boshladi. Mirza Abu Bakri ana shu tarzda bir qancha qitim sho'rgandan keyin chilimni chilimchiga qaytarib berdi. On hazratim oshqinini kimga iltifot qildi ekan? O'zing chekivat, dedi Mirza Abu Bakri. Bu kutilmagan iltifotdan qattiq hayajonlangan chilimchi go'ppida tizlanib ko'zga liqqida yosh olgan holda minnatdorligini bildirdi. Olilirning iltifotiga ishqildi. U tizlanib o'tirgan peti chilimni oshko'zlik bilan sho'rashqa boshladi. Ha, Mirza Abu Bakri har qitim chilim topganda oshqinini amir baglariga iltifot qilib yetadi. Bu katta iltifot hisoblanadi. Bu iltifotga erishgan amirlar o'zlarini cheksiz baxtlik,
obro'li his qilishyapti. Shuncha yildan beri o'ziga xos chilimchilik qilayotgan bu mahramga chilim iltifot qilishi tunji qatim edi. Shu daqiqada u xonning bu katta iltifotidan bir xazina oltin in'om olgandek xushal bo'lib ketgan edi. Chilimchi nasi bilan apyonning kayfidan mo yoki uxlashi tushigimi kirmaydigan bu katta iltifotning hayojinidan mo aytavr xuddi qanot yasab uchgandek bir tuyg'uda saroydan asta yenib chiqdi. Chilimning kayfida ko'ngli biroz ko'tarilib qolgan Mirza Abubakrning kallasiga boyqa godirmas xiyollar yana kirib oldi. Mudofiyasching sepillari shuncha mustahkam Qashqar bilan Yangsarni bir hujum bilan tortib oldi. O'zimdan ketdi. Ashundan ko'r amir sarkatlarga ziyoda ishinib ketmagan bo'lsam, Qashqarda uning muqobilsiga o'zim chiqqan bo'lsam, ahvol hargiz undoq bo'lmaydi. Elim yaxshi, ochliq, oziq-tuliklarni yorkentga vaqtida yetkazib olgan ekanman. Lekin shundaqdimi ularning oziq-tuliki texchili o'sib qolmayotdi. Rost, Amirbeklar farmonimni to'liq o'rinlamay, shaharning sirtidagi yezqishloqlardagi ra'yatning oziq-tulikini to'liq yig'ib olmagan o'xshaydi. Bu o'rnishliklar cho'qim shundoq qilgan gap. Sultan Ahmad Xonning lashkarlari o'sha avomning qo'lida oziq-tulik to'ynib jon saqlayotgan bo'lishi mumkin. Farmonimni to'liq ado qilmaganligining oqibatini ko'rsaman ularga. Qaysing ba? G'azablangan Mirza Abubakr yana tovladi. Xos mahram aloqsizlik bilan yugurib kirdi. Shohnishinga chiqaman. Ayol o'tmay Dastorbek kirib Mirza Abubakrning shohona to'n sarpoylarini kiydirdi. Uninggacha Jakarchi uning shohnishinga chiqadiganligini xabar qilib tovlashga boshladi. Xon oliylari shohnishinga chiqdi. Jakarchining ovozini olgan yana bir Jakarchimi boshidagi Jakarchining so'zini takrorlashga boshladi. Birdamdala butkul o'rdining hamma yerida bu ovoz anglandi. Ha, Amirbeklarga bir xabar yetkazib bo'g'icha vaqt cho'zilib ketadi. Shunlashqa o'rdining hamma yerida Jakarchi bor edi. Birining ovozini olgan hamon yana biri tovlaydi. Buni olgan Amirbeklar oldirash shohnishinga yuguraydi. Shohnishinni Go'ristonlikdek sukut bosgan edi. Mirza Abubakrning tuyuqsiz o'rdiga chiqishining sababini bilmagan amirlar bir-biriga yerdagidan gumonsirab qarshiydi. Hammasining yuragi vahimadan po'kildab ketgan edi. Qattiqroq tanishqimi jur'at qilolmaydi. Mirza Abubakr taxtning oldida qo'l bog'lashguncha boshlarini sangiltib turgan amirlarga umid qarbatgandan keyin eg'iz ochdi. Sahra qishloqlardagi ra'yatning oziq-tuliklarini yig'ib olishga qaysilar mas'ul bo'lgan? Mirza Abubakrning bilib turib so'ragan bu savolidan amirlar cho'chishib bir-biriga qarashdi. Sultan Ahmad Xon Qashqar bilan Yangsarni tortib olgandan keyin Mirza Abubakr bir tarafdan Yorkent shahrining mudofaasini mustahkamlashga farmon bersa, bir tarafdan shahar atrofidagi yezqishloqlardan u tarafi Poskam, Qog'liq, bu tarafi Elishqo, Makitkichi bo'lgan doiradagi xalqning qo'lidagi oziq-tulikni to'liq yig'ib olish to'g'risida farmon bergan edi. Albatta bu farmonni xeyli ko'p amirlar taraf-tarafga chekib yurib tang o'rinlagan edi. On hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Dedi titrab turib oldiga bir qadam chiqqan ochliq divonining amiri Mirza Yoqub Do'g'lat. Farmonlarga binoan ra'yatning qo'lidagi oziq-tuliklarni tamoman yig'ib olgan edik. Hatto ularning o'ylasida mol-chorva emas, to'g'ri o'daklarimi qolmadi. Ondaqda shahar sirtidagi tuman degan yovlashganlarga biri osmondan oziq-tulik tashlab berayotgan o'xshamamdi. Mirza Yoqub Do'g'latning nervilari zingildab, chiroyi tatirib, tili gapga kelmadi. Yorkent muhosirada turg'uli 4 oydan oshdi. Shuncha uzoq qarqishdimi, yovlashganlari oziq-tulikdan ozroqmi qiynalmayotdi. Sil bo'lsa ra'yatning ozroqmi zapas ochliqi yo'q deyotdilar. Aytsizlar, sil ol oziq-tulikni qanday yig'ib olgandilar? Yolg'on aytishga haddim emas oliylar. Shul kunlarda sahra qishloqlardagi avomning uyida
ishko'lig'idek bir narsa qolmadi. Mirza Abu Bakri Mirza Yaqub To'g'latga nashtardek tikildi. Amisi men yolg'on aytibman-da. Haddim emas. Ondaq bo'lsa, sizlar farmonimni to'liq ado qilmabdilar. Avam rayet yolg'ondan oziq-to'likimiz yo'q deb qo'ysa ishendilar. Qaznaqlarni, ochliq o'g'rilarini aqtirmadilar, shundaqmi? O'lim vahimasida qolgan Yaqub To'g'latning o'ri turg'idakmi majoli qolmadi. Beshini tuvan solganicha lom-jim demadi. Mirg'azab! Shohnishining sirtida saqlab turgan Mirg'azab bey yugurib kirdi. Labbay qibligohim. Farmonimga sarkashlik qilgan ochliq divonidagi cho'ng kichik amirlarning hammasi yasoqqa yetkazilsin. Mirg'azab bey degan jallodlarning boshlig'i yasoqqa yetkazilish degan kollasini elish deb izohatdi. Jallodlar yugurib kirib Mirza Yaqub To'g'lat qatorliq 10 necha amirni doqirtib so'rab chiqib ketdi. Mirza Abu Bakri qon to'lgan ko'zlarini dir-dir titrayotgan amirlarga yo'tkidi. Shu topda amirlar chiliq-chiliq terlab ketgan edi. Sepilning mudofiasiga qattiq ogoh bo'linglar, dedi Mirza Abu Bakri talaffuzini sal yumshatib. Yo'q, chekinib ketmagicha hech kimning qasriga qaytib tunishiga ruxsat yo'q. Kimki shunday qilishga petinadi ekan, jaddi jamoatiga chiqarib tashlandi. Qaytinglar. Qudratlik adolat panohimizning mehr shafqatiga hashqallah. O'lim vahimasidan qutulgan amirlar yengil ting'inicha shohnishindan chiqib ketishga oldirashdi. Sulton Ahmad xonning g'am bosgan edi. Garchi Qashqar bilan Yangisor qal'asini bir hujum bilan ishg'ol qilib, sarkar lashkarlari ancha talofat ko'rmagan bo'lsa-mu, Yorkent shahrining bo'sug'isida buncha uzun turib qolishini o'ylamagan edi. Kashkuzdan tortib toki hozirgacha Eligar Mirza Abu Bakri shaharga mahkam bekinib olib, bir qitimmo jangga chiqqili unamadi. Lashkarlarning har kuni sepil to'viga berib, til haqorat yog'dirishlari g'ururiga tegib jangga chiqarish uchun avatib bergan ayol kishining ko'nglik tambilimi kor qilmadi. Eligar Mirza Abu Bakri bu ko'tirib qo'qqisiz haqoratlarga tishini tishlab choshqandek iniga kirib olgan edi. O mendan vaqt tutmoqchi deb o'yladi Sulton Ahmad xon. Vaqt uzarsa, necha tuman lashkarga oziq-to'lik yetishtirolmaydiganligini obdan biladi. Endi teqish oxirlashib, to'ng erib, agiz eqishqa, dal-daraxtlarga suv yugurishga boshladi. O'rma vaqtiga yana 5-6 oy vaqt bor. Sahra qishloqlardagi ra'yatning oziq-to'ligini rahimsizlik bilan yig'ib olgani qaraganda, jangga chiqmay, shaharning sepil darvozalari mahkam bekitib yetishni allaqachon ko'ngliga bukib qo'ygan gap. Bo'lmasa lashkarlarning har kuni necha vaqt ulashlariga nog'ir chelib jangga undashtirib bardoshlik berolmaydi. Burnoqin avatgan xat bilan xotin kishining anglini ko'rsa, har qanday erkakning o'ti yerilmay qolmaydi. Lekin u chidadi. Haqiqatan toqatlikkan. Yo'lbosni yengan botir emas, ochiqni yengan botir degan otalar so'zini obdan biladi ekan. Endi qanday qilsam bo'lar? Qashqar Yangisordagi jangda tuzuk chiqim totmagan bilan Yorkent shahrida jang qilmay turibla xeyli ko'p lashkarlar talofat uchirdi. Har qitimli qilgan nusratsiz hujumimiz yuzlagan lashkar sarbozlarning behud o'limi bilan oxirlashdi. Yov komandozlari haqiqatan margan ekan. Men janoq zambiraklarni dal joyiga nishonlab otadi ekan. Men janoq degan tosh otadigan qurol deb izohatdi. Sulton Ahmad xon Yorkent shahriga bir qancha qitim hujum qo'zg'ab boqqan bo'lsa-mu, shahar sepilini mahkam qo'g'dab turgan Mirza Abu Bakr lashkarlari yo o'qi, menchanoq, zambirak, yog'och tosh va qaynatilgan yog' bilan taqobil turib hujumni chekindirgan edi. O'sha bir qancha qitimli hujumda u minglagan lashkarlardan ayrilib qoldi. Minglagan lashkarlari yarador bo'ldi. Mustahkam shahar sepili uning yo'lini tog'dek to'sib turibdi.
Tushlik qiza tayyor bo'ldi aliylari. U xiyoldan bosh ko'tarib Bekavul Bekka qaradi. Atganni beri nosti qimg'asqimi qusqi ichib ketgan edi. U gap qilishga tamshilib turishiga tuyuqsiz qursdi ko'krab ketdi. Bu ovozdan har ikkilisi tang xirildab kulibdi. Qizoning gapini anglab oshqoznim ogal javob beryaptimi deyman, dedi Sulton Ahmadxon kulgisini to'xtatib. Qizoni masagil akirib asla. Xo'sh. Bekavul Bek ayol o'tmay chedirga bir mahram bilan kirib keldi. Mahramning qo'lidagi patnosda bir chini o'mash bilan singib pishgan bir zag'ir bor edi. Sulton Ahmadxonning mushunda xizolanayotganiga chikkapti bo'lay deb qolgan edi. Bekavul Bek uning qo'liga obto'y chilab ko'tarib kelib suv berdi. Uninggacha mahram yigit pakar siraning ustiga patnosni avaylab qo'yib chiqib ketdi. O'zlari kamalla, dedi Sulton Ahmadxon Bekavul Amirni g'izoga taklif qilib. Men sal turib g'izolaman. Peni g'izoga iltifot qilslar aliylari. Osh suvib qolmasin. Sulton Ahmadxon chiniga bismillah deb qo'shiq soldi. O'mashda chamg'urdan to'laroq go'sht bor edi. Go'shtni ko'rib birdan ta'ajjublandi. Ajab, bugun go'sht paydo bo'lib qopti-ku. Aliylariga ma'lum bo'lg'ay, dedi Bekavul Bek tavazu bilan egilib turib. Atiga Mirza Jabbor Bardibek janoblari bir qo'yning go'shtini avatib ekan. Sho'rib selish ko'zimiz qiymay, o'mashga ozroq to'g'ram chiqildik. Ondaq deysizlar. Sulton Ahmadxon bir qo'shiq oshni og'ziga yaqin akilib bo'lib, yana so'radi. Go'shtga navkarlarmi eg'iz tegdimi? Yo'qsa, oliylarning g'izosiga bir necha kun to'g'ram chiqib beraylik deb saqlab qo'ydik. U qo'shiqni poqqida chiniga tashladi. Demak, navkarlarning g'izosi go'shtsiz-kanda? Bekavul Bek ko'zini xonning norozilik chiqib turgan ko'zlaridan apqichib turib javob berdi. Shundoq oliylar. Oshni darhol ochib ketsalar, dedi Sulton Ahmadxon qopqini turib. Mana navkarlarning g'izosidan kirib asla. Xonni tomoqqa zo'rlashga jur'at qilmagan Bekavul Bek osta kelib chinini qo'lga oldi. Go'shtni navkarlarning kashf g'izosiga buyurib asla. Xo'sh. Oshni ko'tarib chiqib ketgan Bekavul Bek ayol o'tmay qaytib kirdi. Patnosdagi qattiq zag'irni yavatgan Sulton Ahmadxon nima istaganini qilib beshini ko'tardi. Bir kishi xon oliylar bilan ko'rishman deb bargoh oldiga kelyapti. Arziboda qiladi. Boshlab kirsizlar. Xo'sh. Bekavul Bekka agishib shohchedirga kirib kelgan dehqon sifat kishi bu so'g'i tuydila mokkada tizlandi-da, o'kirib yig'labdi. Sulton Ahmadxon uning yelin yirtiq ustibostlariga ichinish bilan qarab qo'yib yelini qirdi. Yig'zor qilib xon oliylarini malol qilmay arzlarini deslar, dedi Bekavul Bek. Sulton Ahmadxon Bekavul Bekning qo'polligini yoqtirmagan holda ko'ziga tikilib qaradi. Ondan nazarini dehqonga yo'tkab, muloyimlik bilan eg'iz ochdi. Kelsizlar, bu yoqqa o'tib o'ltirsizlar. Dehqon o'pkidab yig'idan to'xtadi. Ammo o'ltirgan joyidan qimirlamay Sulton Ahmadxonga jur'atsizlik bilan qaradi. Tortinmisizlar, nima arziyatlar bo'lsa davasizlar, dedi dehqonni so'zlashga rag'batlantirib. Podshoyi olam. Dehqonning ko'zidan yana taramlab yosh to'kildi. Dargohlarga adolatlarini seg'inib keldim. Xo'sh, dedi Sulton Ahmadxon. Dehqon bir necha daqiqa o'pkilab to'xtagandan keyin eg'iz ochdi. Kuzda Mirza Abubakr oliylarining chorvasiligidan yoshirib, qozoqqa so'lab boqqan bir to'qlan bor edi. To'qla, tishi paxlan deb o'zatdi. Qishdan beri bolalarimga burdunan tepib bermay qiynalsammi, ol to'qlamni o'ldirib berishga qiymagan edim. Ölmegen canda ümit bor deb ekan. Qiynala qistila yozga ulashib olsam, birer qo'shqar tepib kuzgacha qo'ziltib ko'paytib olaman degan umidim bor edi. Tönigin etigen bolalarning onasi bilan yigidek bir narsani g'aymin qilish uchun qo'lim qo'shlardan o'tni yerim so'rab chiqib ketibdimiz.
Çoğun iki oğlummu buğdaylarını toplığılı çıkıp ketipti. Hemmimiz yılıqı mərəz toxluğa qazan taşlap verişini unuttuğan çeğimiz. Qarnı içip mərgen bolsa, kiçik oğlum oyluğa açıqqan çeği. Şu çağda yoldan ötüp ketip alğan xan əskerleri körüp gelip ipmenipti. Biz boğan bolsak o əskerlerinin o toxluğunu hergiz talaşmaydık. Lekin kiçik oğlum toxluğunu begani kişilerinin elip geçişi çıdımay qarısılaştı mekin tam. Qandaq boğununu bilmedik. Öye gelip qarsak. Balımız kıpkızıl kanның içinde yatıdı. Küçük bala degenni, bana şumdap iştirip etip, paxlanını ep ketmey. Dehqan gepinin ahırını diyemey, yıqıqlap ketdi. Ahvalını toluq düşengen Sultan Ahmetxanның gazeptin mustumları tügülüp ketken idi. Xan xor bedbəxtlə. Dehqan xanның tuyuqsuz gazeplengenini görüp kırpıdek tügülüp ketdi. Sultan Ahmetxan Bekavul Bek'e qarab cehli bilen vaqırdı. Eyliq paxlan erkek miken, dişi miken? Ölüm vahimisi de tatırıp ketken Bekavul Bek aldırap cevap verdi. Dişi paxlan ken. Emir Cabbar Berdibek derhal kışındı kelsin. Bekavul Bek derhal sırtqı yugurdu. Şah çedirinin içine eğir süküt bastı. Gerçi əmdil 40-50 yaşlara kirgen bolsumu, çaş sakalları ösüp, boğayğılı uxşap qalğan, açarçılık ve capadın oruqlap, bir teri bir ustaxan bop ketken dehqanның biçarı turqağa qarab, Sultan Ahmetxanның yürüki seyrilip ketdi. Xiyalımğımı keltirmegenken ben. Qandaq qabahat bu. Sərkərli əskerlerim qosa xeymede avam rəiyyətini bulan-talan qılışıq düşken bolsa, əs yadım Yarkent şəhrini eliş bilen bulup, bu tərpini oylamaptı mən. Mən oylamasam, Emir Cabbar Berdibek oyliş gerek edi o. Qeynağan boğan adam muşunda qısa, başqa sərkərdiler neymiş qılmaqçı? Əcəb mənə paxlan güç əvətip doğu dep oylaptı mən o. Amma ol paxlanı nədən tapqanlığını xiyalımı keltirmepti mən. Elim yaxşı, boy Bekavul Bek ekirge aştı düşmeptiken mən. Emir Cabbar Berdibek, Sultan Ahmetxanның çoğun xanesi sahip dövlet xeniminin akısı bulup, Uç, Aksu vilayetlerinin emiri idi. Bu qitimqil askeri yürüste Aksu'yu kelgen Sultan Ahmetxan onu elivağın idi. Şah Çedirg'a aldırap kirip kelgen Emir Cabbar Berdibek, Sultan Ahmetxanның gazaplik turqını görüp biraz hodaktı. Şundaqdımı özünü temkin tutuştırışıp salam verdi. Assalamu alaikum. Sultan Ahmetxan salamını ilik almay, nesterdek tikilip durup sorudu. Sıla, ertigen evet pegen paxlanı nerede tapqan idiler? Xanның sualını anlap Emir Cabbar Berdibek biraz hatırcam boldu. Alilerine məlum boğay. Ol paxlanı tünügün nökerlerim etrafdaki mahalleden tepip kettiken. Alilerinin xeldin beri göçkü eğiz tegmigellikleri isimge kelip, Bekavul Bek'e evet pegen idim. Nökerlerinin ol paxlanı qandaq tep kelgelikini bilemdiler. Bu tarpını sormaptı men. Ondaq bos derhal çapar meman qısıla. Aş nökerler aldımıq kelsin. Ahvalının başqıçaraq turğununu esqagan Emir Cabbar Berdibek bir de qapqını türüp turgan Sultan Ahmetxanға, bir de çedirinin bosoğustil yükünüp oturgan dehqanға, bir de Şah Çedirg'a bir-birlep kirip kelgen Emir sərkərlərinin təşviş çıqıp turgan çırayğa qarab qoyup sırtqı mağdı. Bir çögün çayqaynamıçilik vaqt ötkende Şah Çedirg'a huduqub tantirab kirip kelgen 6 nəfər nöker Sultan Ahmetxanның dəhşət yığıp turgan çırayğa qarab lağ-lağ titirgenice muqqıda tızlandı. Bir qoşuq qeynimizden keşkeyle alileri. Şu tapda Sultan Ahmetxan ularning bir paxlan üçün bichara dehqonning bolasini o'ltirib etganligini tushungan edi. Sizlarga oziq to'liq tepib kelishga kim farmon berdi? Xonning savolini anglab Emir Cabbar Berdibekning put-qo'lida jon qolmadi. Hech kim özümüzce oğluğudek bir nas tepip keleyli dep gızadan kısılgan mıdın la?
Qo'llariga ozroq jon kirgan navkarlar tilini chaynab javob berdi. Yo'q su olilari. Endi shu go'shtsiz g'o'zayil xeyli kunlar bo'lib qolg'achqa tayinliq meni o'ltirib yeysan bo'lmadi badbaxtlar. Sulton Ahmadxon endi g'azabini bosolmadi. Senlarning yirtqich hayvondan nima farqi? Tas qapti men o'lpoqlarning go'shiga menmi eg'iz tegib sherik bo'g'ili? Yegan bo'lsam to'ng'izning go'shini yegandek yo'q. Osh rahmatlik norisidining go'shini yegandek bo'lar ekanman. Jallod! Labbay! Mono olti mal uni ochqib yasoq yetkizinglar. Kollasini nayzning uchiga sanchib har qaysi lashkargohlarda sazoy qilinglar. Sarboz lashkarlar buningdan ibrat olsin. Jallodlar olti navkarni so'rgunicha ep chiqib ketdi. Sulton Ahmadxon shoh chediridagi amir sarkarlarga taksi bir qarab olgandan keyin yana eg'iz ochdi. Lashkariy qonun muqaddasdir. Uni buzishga, xiloflik qilishga hech kimning haddi emas. Sarboz lashkarlarni obdan boshqarmay mayliga qo'yayotganlik uchun Oqsuv uch lashkarligidagi Amir Jabbor Berdibay qatorliq barliq sarkarlarning har biri 100 dan darraga tortilsin. Xonning o'limga buyurib kelishdan ansirab turgan Amir Jabbor Berdibay mukkada tizlandi. Qudratli adolat panohimning sabqitiga siqildi. Navkarlar Amir Jabbor Berdibay qatorliq Oqsuv uch amirlarini ochqib, shoh chedirining oldidan darraga tortishga boshladi. Xazinchi bek, dedi Sulton Ahmadxon. Labbay qibligahim. Farzandidan nohaq ayrilib qolgan mono dehqonga 5 cho'ka oltin, 500 sar kumush to'lan berilsin. Yana 5 chorak qo'noqni qo'shib beringlar. Dehqon o'mlab borganicha Sulton Ahmadxonning putiga eslib yig'lashga boshladi. Xon oliylarining adolatiga esqalloh. Tangri bizga nushirvoni odilni avatibdi. Sulton Ahmadxon dehqonni asta yo'lab turg'izdi. Sarkard lashkarlarni obdan boshqarmaganligim uchun sizdan afv so'rayman. Bo'lg'uliq bo'pti. Endi sabr qilsizlar. Mahramlar dehqonni chedirdan asta ep chiqib ketdi. Sizlar qaytinglar, dedi Sulton Ahmadxon amir sarkarlarga qarab. Sarboz lashkarlar bargohlardan xohlagancha ayrilmasin. Ogoh bo'linglar. Yana mushundaq fojia sodir bo'lsa, sizlarni oyib o'ltirmayman. Amirlar salom berib chiqib ketishdi. Bu echinishli fojia Sulton Ahmadxonga qattiq ta'sir qilgan edi. El o'kirib yig'layotgan bechora dehqon, el bir paxlan uchun jinidan ayrilib qonga bo'yilib yotgan bola, eli Yorkan shahriga hujum qilib, o'qya, menchanoq, zambirak o'qlari tegib, sepilning ustidan chechilgan, qaynatilgan yog'da kuyib, jinidan ayrilgan lashkarlari ko'z oldida to'xtamay zohir bo'ladi. Avam ra'iyatni buzab, og'izdagi oshningni tatib elib turib, manglash yerini tasarrufim og'inimning nima ahmiyati? Bunda qisam Mirzo Abubakirdan nima farqim qoladi? Lashkarlarning oziq-tuligi tugay deb qoldi. Umaç içib kun o'tkazayotganima 15-20 kun bo'lib qoldi. Bunda ketaversa, lashkarlar mag'dursizlanib jangga yormaydi. Putqulining mag'dur bo'lsa jang qilg'ili, belakning kuchi bo'lsa yovning beshig'i qilish chapqili bo'ladi. Asyodim Yorkan shahrini elish bilan bo'lib ketib, balkim qo'rqinchli bir xavfga tavakkul qilibman. Yana johillik qilib turaversam, lashkarlar texmi ojizlab ketadi. Balkim ularga Umaçni yetkazolmasligim mumkin. O chaqda ular o'limga parvo qilmay, sahro qishloqdagi avomni bo'laydi. Balkim jangdan ro'y yenib qochib ketishi, yoshirinchi Mirzo Abubakirga al bo'lib ketishi mumkin. Mirzo Abubakirning jangga chiqmay yetib olib kutayotganimi dal mushu. Agar u hozirgi ahvolimni bilib qoladigan bo'lsa, bunisi texmi xatarlik. Sulton Ahmadxon bu xiyolidan qattiq cho'chib ketdi. Askarlarni darhol chekindiray. Endi saqlab tursam bo'lmaydi. Bir kun ortiq tursam xavf bir kun burun yiqilishadi. Eng yaxshisi bugun kechada lashkar chekindiray. Mirzo Abubakir to'ymay qolsin. Bir qarorga kelgan Sulton Ahmadxon shaharning to'rt tarafidagi lashkargohlarga chaparman mangdirdi.
Әмділі наштыды олтырған Мырза Абабәкри xabar yetkizib kelgan sarkardasiga gumansirab qaradi. Bu xabar ishonchlikmi? Intayin ishonchlik oliylari. Yov bargohi bir kechada g'oyib bo'ldi. Ahvolni bilib kelishga chorlag'uchi chiqatdinglarmi? Avval oliylarni xabarlantiraylik dedik. Ahvoldan qaraganda ular butunlay chekingandek qiladi. Mirza Abubakri indamay xiyolga patdi. Meni jangga chiqarish uchun lashkar chekindirish ishlatyapti qandaq? Yo'q, to'g'ri emas. Bu yelin ishlasa allaburun ishlatdi. Shuncha so'g'uq qarqishni oydalarda o'tkazib sonu endi atiyas pesli kelib avajahan illig'il turganda ochiqqa kelgan Mirza Abubakri das o'rnidan turib ketdi. Astag'firullah, nemishqa burunroq o'ylamagandim. Sultan Ahmed Xonning har qancha tog'dek oziq to'ligi bo'lsa-mu, necha tuman lashkar bir qishda yeb tugitib bo'ladi emasmi? Boyi u oziq to'likdan qisilib, meni oxirgi qitim jangga undab yiliq oqiratlik maktubi bilan mazlum kishining ko'nglikdan bilan avatib ketganda, Danışman qibligahimizning oqilona tadbiri unumini ko'rsatdi mana. Yov askarlari muhojir qilaverishdan zerikib, jangdan ro'y yenib oxiri chekinibdi. Dedi Shohidani Ko'kildosh Mirza Abubakriga xushamad qilib. Sultan Ahmed Xon muhojirdan zerikib emas, lashkarlarning qornini baqirgan oziq-to'lik tugab lashkar chekindirishga majbur bo'ldi. Silining dolalari ustidagi ov qapoq boshlari ozroq ishlagan bo'lsa-da, biz Sultan Yunus Xonning ul bachchisini xuddi dadasiga o'xshash allaqachon Malayziyaga lashkar tatqiniga to'qilg'izib yetdik. Xushamad qilaman deb 7 kishi dashnam ishtivogan Shohidani Ko'kildosh zo'r g'ijaydi. Darhaq, xon oliylari donodor. Shuncha ko'p yov lashkarlar chekinib ketkicha, sepil ustidagi kuzatchilar tuymabdimi? Bir-birining quchqig'iga kirib yetishibdikanmi yo ular? Shohidani Ko'kildosh vahimi ilkida duduqladi. Bu Tambalning yirtilib ketgan eg'idak yejib turmay farmonim darhol yetkizsizlar. Amir lashkar Mirza Qo'shqarbek bir tuman otliq lashkar bilan yovni qo'g'lisin. Endi bu chaq bo'lganda yetishmay qolam ekan. Mirza Abubakri shundoq dahshatlik olaydiki, o'lim vahimasidan orqasiga burilib mangan Shohidani Ko'kildosh bu so'g'ga putlashib dum tushdi. Beshdan qonqib chiqqan sallasi chuvilib ketdi. Uning kalonbayligini ko'rgan Mirza Abubakri boyqa ochiqligini unutib, xirildab kulib etdi. Qo'shqarbekning qanoti bo'lgan taqdirdimi, kechidan chekingan ol yovga yetishmaydiganligini albatta obdan bilaman. Lekin 3-4 oydan beri el-yurt meni Sultan Ahmed Xondan qo'rqib, jangga chiqishga jur'at qilolmadi deb allaqachon fitna qilishib bo'ldi. Qo'llash qilishga ravassam bu ahonatdan qutulib qolaman. Ahvolni bilmaganlar Sultan Ahmed Xonni yengilib qochgan o'xshaydi deb qoladi deydi. Bu bir hisobda obro' emasmi? Aras, Qo'shqarbek degan kalvaga chaparman avatib tang yo'ldan qaytirib olay. Sultan Ahmed Xonni bo'ktirib qo'ymaydi degili bo'lmaydi. Navoz shunday qilib qolsa, bir tuman lashkardan ayrilib qolgani oz deb texim sharmsoz bo'laman. Nemil bo'lmasin uning tahlikasidan oxir qutulib qoldi. Ey qudratli egam, qilgan shafqatingga 100 ming qatla shukr. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.